Assalomu alaykum aziz do'stlar. Juma kuni bozorlar judayam bir qiziqarli ravishda harakat qildi. Ko'pchilik hayron qoldi tilloni bunaqangi qilgan xatti-harakatlariga. Qaranglar qanchalik narx yuqoridan pastga qarab tushib ketdi. Men bu tahlilni o'sha bergandim Telegram kanalimda do'stlar. Men ikkita tahlil bergandim. Agar men bu darajani proboj qilmasdan yuqoriga qarab ketadi, birinchi take profit bu yerda, ikkinchisi bu yerda deb. Agar pastki oqtajani proboj qilsa, birinchi take profit mana bu yerda, ikkinchisi mana bu yerda deb men bergan edim do'stlar. Uchinchi take profitimiz bor edi. Bu eng oxirgi minimum deydi aziz do'stlar. Ammo bu yerga narx keldi, buzib ketdi va dalish pastga qarab ketdi. Va men bu ssenariyni, sell ssenariyini bergandim. Endi kelinglar biz hozir umumiy bozorda bir ko'rib chiqamizda va keyin kichik texnik tahlil ham qilamiz do'stlar. Juma kuni bozor juda ham xaotichni bo'ldi. Lekin logika bu yerda baribir ham mavjud do'stlar. Bu yerda bozor o'z ichiga avvalambor o'sha voyenniy urush riskini ichiga olgandi, neft bilan bog'liq bo'lgan shok holatini ichiga olgandi va FOMS bizda bo'ldi va mana shu FOMSda Jerome Powell foiz stavkalari bo'yicha bizga ma'lumot berdi. Foiz stavkalari o'zgarmadi va mana shu kunlari tushirish niyatimiz yo'q degan gapni aytdi qisqa qilib aytganda va mana shu yangilikni ham moliyaviy bozorlar o'z ichiga oldi aziz do'stlar. Mana shu svязка uchta narsadan iborat bo'lgan deylik fundamental zanjir do'stlar tilloga ham, S&Pga ham qisman kriptovalutaga ham udar bo'ldi, lekin dollar bilan neftga do'stlar juda ham bir yaxshi поддержка bo'ldi. Agar faktlar bilan gaplashadigan bo'lsak, S&P 500 maksdan 1000 gacha 2.38% tillo aziz do'stlar. Bu yerda gap bilan ham, kichik gap bilan ham ochilgandi. Umumiy maksimumdan minimumgacha 5.5% atrofida ochilib yopilgan narxidan aziz do'stlar taxminan 3.57% atrofida pastga qarab ketgan. Bu yerda S&P 500 da ham do'stlar prosatka mavjud, narx pastga qarab ketmoqda. Hozir $6,500 atrofida narx yopildi. Buni grafikda ko'rib turibmiz va Brent bilan WTI do'stlar juda ham yuqori nuqtalarda yopildi. WTI $98 atrofida yopildi do'stlar va albatta obligatsiyalar ham o'zlariga juda ham bir yaxshi daromadlar qo'shildi obligatsiyalarga. Buni ham o'tgan safar ko'rgan edik va kelinglar mana tilloga bo'lib turgan bosimlarning bittasi bu obligatsiya, bularni ham ko'ramiz. 10 yillik obligatsiyalarimiz bizda mavjud. Do'stlar, grafik загрузка bo'lmoqda. Mana buni qarang, narx yuqoriga qarab ketganini, qanchalik narx yuqoriga qarab ketgan, qanchalik uchib ketgan va bu to'g'ri 3% atrofida narx yuqoriga qarab ketmoqda do'stlar. Bundan avvalgi holat 4.2% edi. 4.3 bu yerda konkretni bizga maksimumlarda probitsiya qilgan va bu hozir orqaga qaytadigan ahvolda emas do'stlar. Umuman fletoviy harakatni yuqoriga qarab buzdi. Agar bu hozir dal shu yuqoriga qarab ketadigan bo'lsa, demak, dollar foizda daromad keltiruvchi instrumentlar aziz do'stlar yuqoriga, foizda emas, foizsiz daromad keltiradigan instrumentlar aziz do'stlar quyidagi harakatga ega bo'ladi. Bular pastga qarab ketadi do'stlar. Mana bu yerda bizda o'sha aytib o'tganimdek obligatsiyalar mavjud do'stlar. Mana bu yerda qo'pol qilib aytganda uni qarshisida tillo turibdi do'stlar. Tillo foizda daromad keltirmaydi, ya'ni fiksirованный daromadi yo'q, belgilangan daromadi yo'q. Shuning uchun odamlar, investorlar aniq bir narsa daromad keltirsa, lutchi o'shanga daromad kiritishadi. Chunki obligatsiyalarda ishonch ham katta, daromad olishingiz aniq necha pul daromad olasiz va bu yerda bu 10 yilligi, mana 30 yilliklari ham bor obligatsiyalarda. Загрузка bo'lmoqda. Mana bu вообще 5% daromad keltiryapti. Ya'ni yiliga aniq 5% daromad keltiruvchi instrumentlar katta moliyaviy bozor ishtirokchilari uchun do'stlar juda ham muhim holat hisoblanadi. Aynan mana shu narsa uchun ham do'stlar bizda hozir mana quyidagi harakatlarni ko'rmoqdamiz. To'shto tillo bu narsaga teskari harakat qilmoqda. Boshqa moliyaviy bozor instrumentlar pozitiv holatda bu narsaga harakat qilmoqda. Endi bundan avval odamlar o'ylagandiki, foiz stavkalari Jerome Powell tarafdan ko'tariladi yoki tushiriladi. Ko'pincha tushiradi degan narsaga odamlar ko'proq
stavka qilib turishuvdi, lekin bu narsa bo'lmadi. Agar chunki tushganda hamma foizni daromad keltiruvchi instrumentlar tushardi, dollarga ham zaiflashardi, neft ham zaiflashardi va bu holatda tilloni biz yuqoriga qarab ketishini ko'rgandik. Chunki bu narsalarni ancha avval odamlar o'zi analitiklar, treyderlar, investorlar, bozor ishtirokchilari ancha avval o'zi inobatga olib bo'lishadi. Endi hozirgi holatda o'zi teskari holat ketmoqda. Agar kerak bo'lsa FRS naоборот jostki monetar siyosatni qo'llab, kerak bo'lsa foiz stavkalarini oshirib tashlaydi degan bir nuqtai nazar ham bu yerda paydo bo'lib qoldida. Shuning uchun tilla o'zi qo'rqdi bunaqangi заявлениyalardan. Fomsni ko'rish kerak edi do'stlar, men o'shani onlayn ko'rgan edim. Muhim joylarini sizlarga ham videoga olib Telegramga tashlab qo'ydim do'stlar. O'shani yana bir ko'rib chiqsalaring bo'ladi. Endi har bir instrument bo'yicha ketadigan bo'lsak, tillo taraflama agar boshlaydigan bo'lsak, endi birinchi martaga bu hali hayron qolishingiz mumkin. Urush ketyapti, ham Ukraina taraflama, ham Falastin taraflama, ham bu yerda Iron qo'shildi. Mana nimaga endi tillo narxi tushyapti deb, tillo yuqoriga ko'tarilib kelish kerak degan. Lekin juma kuni boshqa mexanizm ishlab qoldi do'stlar. Dollar o'sdi, foiz stavkalar o'sha qoldi, obligatsiyalar o'sdi va foiz stavkalarni odamlar noto'g'ri baholagan ekan, FRS tushiradi, tushirmadi. Mana shu narsa juda qattiq bosim bo'ldi tilloga do'stlar. Ko'p новостной agentstvalar ham tilloni tushishini, ko'p analitiklar o'sha dollarning kuchayishiga taqqoslamoqda hozir. Endi men hozir urush taraflama bo'lib turgan bo'lsa ham, baribir ham odamlar hali tilloga nisbatan dollarga ko'proq ishonishadi. Shunga mana biz hozir avvalambor dollarda o'sishini ko'ryapmiz. Pul dollarga qarab ketyapti. Tillo ETFlardan ham pul chiqib ketyapti, attok bo'lyapti. Bilaveringki, bilasiz bu narsani korrelyatsiya bor tillo bilan dollarda. Dollar kuchaysa tilloga bosim bo'ladi. Shuning uchun biz hozir bu narsani ko'ryapmiz endi do'stlar. Ya'ni bozor shu narsani aytmoqdaki, agar urush neftni narxini yuqoriga qarab, tepaga qarab olib ketadigan bo'lsa, neft inflyatsiyani qo'zg'atib turadigan bo'lsa, sabab narxlar oshyapti. Amerikada 30% ga benzin narxi oshib ketdi bir necha kun ichida. 30% ga do'stlar. Bir dollarlik narsa 1.3 dollar bo'ldi. Ba'zi bir joylarda 50% ga oshgan, shtatdan shtatga qaraganda. Ya'ni shunaqangi bir zanjir paydo bo'lyaptiki, demak, hozir mana urush neft narxini yuqoriga otib yuboryapti. Neft bu to'g'ridan to'g'ri inflyatsiyani hozir qo'zg'atib yuboradi. Real va nominal foiz stavkalar yuqori darajada, mana hozir 3.75% atrofida yuqori darajada turaveradi, uni tushirmaydi FRS. Demak, bu tillo uchun juda bir yomon yangilik. Shuning uchun biz hozir mana quyidagi holatni ko'rmoqdamiz. Azizlar, men sizlarga o'tgan safar ham aytgandim. Hali urush bo'lyapti, tillo o'sadi degan narsa to'g'ri, lekin bitta eng asosiy ishtirokchi bu foiz stavkalar. Agar foiz stavkalar do'stlar, ya'ni FRS eng katta ishtirokchilardan biri qanaqangi harakat qilsa, moliyaviy bozor instrumentlari ham xuddi shunaqangi harakat qiladi do'stlar. Hozirgi harakati foiz stavkalariga yo'naltirilgan va jostki monetar siyosatga yo'naltirilgan. Shuning uchun biz tilloga bosim ko'rmoqdamiz. Mana biz o'quvchilarimiz biladi. Biz monetar siyosat degan imенно fundamental tahlil degan darsimiz bor programmamizda va mana shu programmada men tushuntirganman. Yumshoq monetar siyosat qanaqa ishlaydi va instrumentlar qanaqa harakat qiladi. Qattiq monetar siyosatda jostki qanaqa ishlaydi, qanaqa harakat qiladi. Buni barchasini o'quvchilarimga aytganman, chunki o'quvchilarim bu narsalar biladi. Sizlarga mana qisqacha tushuntirib o'tyapman. S&P nimaga bunaqangi tushib ketdi? Bitta yanada to'g'rida harakat mavjud, ya'ni sababi mavjud. Neft juda qimmat. Chunki neft juda qimmat, yangi inflyatsiya paydo bo'lishi, ya'ni inflyatsiya oshib ketishi xavfi mavjud. FRS stavkalarni tushirish imkoniyati borgan sari so'limoqda. Mana bu aksiyalar uchun двойной udar. Bir tarafdan disk nima desam bo'ladi, hali obligatsiyalar taraflama o'sish nimasi, foiz stavkani o'sishi, qimmatlashi, odamlar unga pul tiqmoqda va boshqa taraflama bu kompaniyalarning marjasi qisqaradi deb aytmoqda. Ya'ni daromad qilish ehtimoli korxonalarda mana bu iqtisodiy muhitda ancha suslashadi va aynan mana shu uchun iqtisodiyot o'sishi ham suslashadi degan holda S&P mana bu yerda hozir pastga qarab ketmoqda hozir. Endi analitiklarning gapi bo'yicha do'stlar, neft narxi o'sishi va imенно obligatsiyalarda foiz stavkasini
stavkasini daromadi oshishi ham mana shu S&Pni pastga qarab tushish drayveri bo'lgan juma kuni do'stlar. Ya'ni qo'shimcha risk mana shu yerda bo'lmoqda va yana bir narsaki, hozirgi kunda mana juma shanba kunlari biz yangiliklar ko'rmoqdamiz. Ormuz bo'g'ozini do'stlar ochilishi hali beri mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun bu дополнительный risk yana biz uchun. Ya'ni regional energetik infrastrukturasi ham juda bir katta xavf ostida qolmoqda. Dollar bilan nima narsa bo'lmoqda aziz do'stlar? Men chizib qo'ygan har bitta take profitni, ya'ni nuqtalariga kelgan edik. Endi albatta hozir ikkita roli bor dollarda. Aynan grafikni kattaroq qilib qo'yamiz do'stlar. Bu klassik himoya aktivi roli va instrument o'sha haligi foiz stavkalari taraflama hozir yutadigan instrument bo'lmoqda do'stlar. Chunki foiz stavka yuqori qolsa valyutaga kuch beradi, valyuta o'zi beradi sizga. Va pul chiqib ketmoqda tillodan, boshqa instrumentlarga kiryapti. Boshqa instrumentlar dollarda inovatga olingan do'stlar. Shuning uchun deylik amerikanskiy obligatsiyalar sotib olish uchun tillodan pulni yechib, dollarga o'tkazib, dollar sotib olib, yana dalshi obligatsiyalarga sarmoya kiritish uchun do'stlar bizda aynan o'sha bu yerda talab oshmoqda dollarga qo'shimcha. Neftinoy shok, bu perspektivalarni yomonlayapti. Bu ham bu narsani ham bor. Import bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy mamlakatlarda, iqtisodiyoti import bilan bog'liq bo'lgan mamlakatlarda ham qo'shimchalik perspektivasini yomonlayapti bu narsa. Bu ham dollar tarafga o'sha plus taraflama o'ylaydi. Именно o'sha aktiv убежище, xavfsiz aktiv taraflama. Neft hozirgi moment biz endi juda ko'p gapirdik neft bo'yicha ham, shu kunlarda butun dunyo gapiryapti do'stlar. Bu makro driver hisoblanadi. Eng muhim makro driverlardan biri. Endi narxni uchishi просто takali spekulyatsiya asosida uchgani yo'q do'stlar. Именно neftni yetkazib berish muammolari taraflama bu uchmoqda narxi. Hozir qanchalik neftni yetkazib berish problemalari ko'paysa, shunchalik biz buni narxini yuqorida ko'ramiz do'stlar. США va o'sha AQSh va Isroil Eronga qarshi именно energetik infrastrukturasiga qarshi raketalar urmoqda va mana hozir biz yana qo'shimcha har bir raketa bizga narxni yuqoriga olib chiqib bermoqda do'stlar. Iroqda ham ularda hozir force major holatiga kelmoqda va chunki Iroq ham neft добыча qiladigan mamlakat hisoblanadi va Iroq ham o'shani neft qazib olishini 3 million barrel bir sutkada qazib olardi OPEC plus manbalariga ko'ra va hozirgi kunda 3 milliondan bir kunda 0.9 milliongacha, ya'ni past 1 million barrelgacha tushirdi. 3 barobar tushirdi degani, даже bundan ko'p. 3,5 barobar. Bu juda katta tushish hisoblanadi. Ya'ni qazib olish kam, taklif kam. Do'stlar, talab juda katta. Shuning uchun do'stlar, neft hozir tillodan ham muhim instrument bo'lib qoldi hozirgi kunda. Endi Bitok bu fondni ichida ham Bitcoin устойчивый ko'rindi. Boshqa instrumentlarga nisbatan juda bir устойчивый ko'rinmoqda. No, bunga baribir bo'lganligi uchun устойчивый ko'ringani yo'q, chunki bu o'rtada yuribdi hozir. Bir tarafdan unga foyda, bir tarafdan unga zarar bo'lib o'rtada yuribdi. Baribir bu riskoviy aktiv hisoblanadi katta investorlar uchun va umuman olganda riskoviy aktiv va biz bildik, что bu onlayn digital gold deyishdi, sifrovoy tillo deyishdi. Hech bu sifrovoy tilloga o'xshamayapti. Qarang, faqatgina urish bormi, boshqanisi bormi, pastga qarab qilyapti. Demak, riskoviy aktiv qatoriga kiradi. Biz buni mana shu yil biz bu mana shu narsani mana bildik do'stlar. Endi baribir boshqa taraflama odamlar o'sha kriptovalyutani ushlamoqda, o'sha likvid aktiv bo'lganligi uchun shu osonlikcha sotib olish mumkin bo'lganligi uchun va juda ham bir katta likvidatsiyalar hali bo'lgani yo'q. Shuning uchun katta fondlar buni sotib olmoqda. Yana bitta narsa bu yerda bo'lmoqdaki, do'stlar, o'sha urushga bo'lgan ma'lum bir moliyaviy operatsiyalar ham Bitcoinda amalga oshirilmoqda hozirgi kunda. Shuning uchun bunaqangi ma'lumot ham bor. Shuning uchun ham o'sha haligi urushni finansирование qilish ham Bitcoin orqali bo'lib turganligi uchun unga hozir talab ushlanib turibdi. Plus katta fondlar Bitcoinni sotishni, investorlarni o'sha platformalarda Bitcoinni sotishni, pullarni chiqarib olishni bloklab qo'ydi. Shuning uchun na sotalasiz, na sotib olasiz. Hozir mana shunaqangi holatga tushdi, что дальше narx pastga qarab ketmasligi uchun shunga juda bir nima desam bo'ladi, aqlli xod qilishdi katta moliyaviy bozor ishtirokchilari, Fidelity, Vanguard, BlackRock kabi o'sha kim Bitcoin ETF chiqargan bo'lsa, просто investorlar Bitcoin ETF sotib olgan, Bitcoinga sarmoya qilishga endi sotmoqchi ular. Kimdir 40 minglikda, kimdir 50 minglikda sotmoqchi, biroq sotgan ruxsat bermayapti. Всё.
na hali plyus chiqarasiz, na sotib yuborasiz. Ushlab o'tirasiz xolos. Mana shunaqangi bir qonun qoida qilib qo'yishdi. Bu ham hozir Bitcoin narxini mana shu turburchak ichida ushlab turishga yordam berdi. Yo biz agar mana shu turburchakni buzib o'tsak, narx yuqoriga qarab ketishini ko'ramiz aziz do'stlar. No, bizda ikkinchi ssenariy ham bor. Pastga qarab ketishi. Haftalikda biz har bitta o'sha belgilagan darajalarimizni o'zi bu keldi. Do'stlar, mana bu yerdan spotdan sotib olgandim. Agar 66.500 pastga probitие bo'lib zakreplение bo'lsa, shunda do'stlar biz 55.500 ga tushishimiz kerak. Men nimagadir o'ylayapmanki, shu 55.000 ni kelsak kerak deb o'ylayapman. Vaqt ko'rsatadi buni albatta do'stlar. No, tahlilimiz 50% ga dajundan ham ko'p o'zi ishlab berdi. Kerakli darajalardan oldik. Endi qolganini biz kutamiz. Bu albatta uzoq muddat bo'yicha do'stlar. Endi dushanba kuni nima narsa qilishimiz kerak? Qisqa muddatli treyderlar uchun do'stlar, именно bazaviy plan shunaqangi bo'ladiki, agar mana shu shanba-yakshanba kunlari deskalatsiya bo'lmasa, demak dushanba kuni bozorda именно hisobotlar yoki yana qanaqangidir aqlli harakatlar emas, именно fundamental tahlil ko'proq yon bosiladi. Demak, birinchi soat do'stlar, gaplar bilan narx, ya'ni birinchi navbatda gaplar bilan narx ochilishi mumkin. O'sha kuni tilloda, neftda, bitcoinda, S&P da, yevro dollarda, chunki bu kunlar gaplar juda ham ko'p bo'lib ketyapti. Lojin proboylar ko'payadi, spreadlar kattalashishi mumkin. Shunga e'tibor beramiz do'stlar. Shuning uchun birinchi vaqtda sal qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bozor o'ziga kelib, o'sha pul kirib kelganda o'sha sekin savdolarga o'tsak bo'ladi. Chunki bu yerda agressiv savdo qilish yoki razvorot ushlamoqchi bo'lish yo impulsga qarshi savdo qilish umuman tavsiya qilinmaydi. Rabochiy logika qanaqangi bo'lishi kerak? Avvalambor nazorat, keyin neftni ko'rish kerak. Neft o'sha yuqori darajalarda turibdimi yoki yo'qmi? Chunki birinchi driver hozir neft bo'lib turibdi bu yerda. Tillo ham emas do'stlar. Agar o'sha obligatsiyalar o'smoqdami yoki yo'qmi? Dollar qaysi ahvolda? O'syaptimi yoki o'sgani yo'qmi? Agar mana shu holatlar qoladigan bo'lsa, demak, bu medvejий nabor для indeksi, ya'ni indekslar uchun o'sha narx pastga qarab ketish ssenariysi neytral negativ holat tillo uchun do'stlar. Nimaga neytral? Chunki tilloda hech bo'lmasa hali urush ozgina bo'lsa ham podдержка berib turibdi. Agar neft yuqoriga, dollar yuqoriga, S&P pastga bo'lsa, tillo do'stlar pastga qarab yaxshigina qulab berish ehtimoli bo'ladi. Plus yana qanaqangidir urush to'xtayapti, biz hali gaplashyapmiz, raketalar otishni tugadi desa, battar tashlab beradi bu. Shuning uchun shunga e'tibor berib turishlaring kerak bo'ladi. Bizda Uranus News kanalimiz bor. O'sha kanalda ham yangiliklar chiqib turibdi. Har soniya butun dunyodan yangiliklar olib beriladi. Unga ham e'tibor berib turasizlar. Endi deskalatsiya priznaklari bo'ladigan bo'lsa, neftinoy krizis, neft krizisi yumshanadigan bo'lsa, demak, neft ham откат pastga qarab berishi mumkin bo'ladi. Dollar ozgina pastga qarab ketishi kerak bo'ladi do'stlar. S&P atskok beradi, tillo atskok beradi. Dalgasrok ushlab turadigan odamlar ham bizda bor ekan. Aka, tilloni men 5000 o'sha 400 dan 5000 qanchadirdan sotib oldik. Nima qilaylik endi? Ushlab turaylikmi yoki yo'qmi deb menga ko'p savol berishadi-da. Endi S&P misol tilloni agar o'sha 5.5-5400 dan sotib olgan bo'ladigan bo'lsangiz, endi asosiy savol ertaga narx mana shu nuqtaga keladimi yo'qmi? Yo'q, albatta kelmaydi. Avvalambor uzoq muddat degani uzoq muddat bu. Kamida 1 yil, undan keyin eng kamida bu 5 yilda men uchun. 5 yil o'rta muddat. Shuning uchun agar uzoq muddat bo'lsa, bu 5-10 yil degani. 5-10 yil bo'ladigan bo'lsa, albatta ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Har bitta urush boshlandi, u bo'ldi deb narx pastga qarab ketsa-yu, siz uni sotadigan bo'lsangiz, bu narsa noto'g'ri. Oldingizmi, ushlab turaverasiz dalishi. Endi yana bitta narsani inobatga olish kerak. Bu 1 oylik grafikka e'tibor bering. Narx qanchalik yuqoriga qarab ketgan bu holatda, вообще bez откат ketgan. Endi откат beryapti. Shunga bu просто korreksiya. Bu hali qulash emas, boshqa narsa emas. Korreksiya, shunga ushlab turasiz bu narsani. Shu, endi strategik xavfsiz aktiv unvonini bu hali ham yo'qotgani yo'q. Bu statusni hali ham ushlab turibdi. To есть uzoq muddatli tezisda bemalol bu narsani ushlab turishingiz bo'ladi. Agar bez плечо bu narsani olgan bo'lsangiz, albatta ushlab turishingiz kerak. Agar ko'pchilik faktichески tillo sotib olgan ekan, spotda, ya'ni tillo quyilmalarini bemalol ushlab tursalaring bo'ladi. Hali panikaga tushib, sразу bir kun svichani ko'rib, buni sotib olish yaxshi narsa emas. Shuning uchun uzoq muddatga ushlab tursa bo'ladi, pastroqqa tushsa yana sotib olsangiz bo'ladi, bemalol. S&P da ham xuddi shunaqa 7000, 6900 atrofida agar olgan bo'lsangiz, hozir tilloga yana qaytib kelamiz. 7000, 6900 atroflarida bu narsani olgan bo'lsangiz,
Dramatika bu yerda ancha kamroq, chunki bu prosta hozir flatdan pastga qarab o'tdi. Kunlik time frame e'tibor bergan bo'lsangiz, hech qancha korreksiya bergani yo'q. Naоборот, bu zo'r. Pastga qarab ketdi, oldiz, pastga qarab ketdi, oldiz. Bu где-то bir 5% prosatka bor, xolos. Bunaqangi katta emas. Men o'zim, men sizga aytay, men o'rta muddat bu yerda savdolarimni menda 6 ta pozitsiya ochiq bo'pti. Konkret 6 ta pozitsiya ochiq. Hozir загрузка bo'ladi nima? Mana 1 mana bu olganman. Men buni sotib olganman, mana bu yopganman. Sotib oldim, sell signal bor, yopdim. Mana oldim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta pozitsiyam bor meni. Men bu yerlarda пока signal yo'q. 6 ta pozitsiyam bor. Qarang, sell signal yo'q. Вообще sotib olishga signal yo'q. Hali chiqmadi. Men haligacha sotib olmoqdaman. Balkim dushanba yana uchadi yuqoriga, yana sotib olgin deydi, yana olaman. Пока что sell signal yo'q. Shunga men misol uchun o'zim shaxsan S&P ni ushlab turibman. Ya'ni o'zim qilgan ishni men sizga aytyapman. Dalgasrokka bu albatta do'stlar yuqoriga qarab ketadi. Umuman olganda juma kuni do'stlar prostak bozorlar yoki o'sib yoki qulamagan bu oldingi ssenariyni уже qo'pol qilib aytganda sotib yubordi degani. Ya'ni mana ishlab berdi oldingi ssenariy. Endi mana hozir yangi ssenariylar boshlanmoqda. Moliyaviy bozorlarda do'stlar hozir mana skidkalar mana bu holat o'zi aslida tillo'dagi, S&P'dagi do'stlar bu skidka. Shunga imенно mana shuning uchun ham mana hozir bizda zo'r imkoniyatlar paydo bo'lyapti-da bozorda. Bunaqangi moment bo'lmagan, tasavvur qiling. 23-yildan buyon o'sgan. Tilloda endi skidka davri kelyapti. Arzon sotib olish mumkin. S&P'da skidka kelyapti. Qachon bo'lgan oxirgi marta bunaqangi narxlar do'stlar? 20-noyabrda bo'lgan. 25-yil. O'tgan yil noyabrda bo'lganda bunaqa narxlar. Undan oldingisi oktyabrda, undan oldingisi sentyabrda bo'lgan. To есть hozir maza qilib narxlarni sotib oladigan skidkalar davri boshlanyapti. Вообще zo'rali, o'rta muddat, uzoq muddatga zo'r signallar bor. Sotib olib ushlab tursak bo'ladi. Qiziq bo'lsa, men ham bularni tashib beraman sizlarga do'stlar. Zo'r darajalar bor, zo'r narsalar bor. Вообще zo'r qilib uzoq muddatga kichik ob'yemlarda terib ham yaxshi daromad qilib olsa bo'ladi. Bunaqangi bozorlarda bozorni mana shu sohani yaxshi o'rgangan, bilimi bor va kerakli bilimni olgan treyderlar faqat yaxshi natijalarni ko'rsatishadi va kerakli nuqtada qanaqa qilib pozitsiya tanlashni bilishadi. Mana shu narsa juda ham muhim. Kutib, momentida pozitsiyani ochishadi, risklar joyida, stop bor, take bor, kirildi, olindi, o'zinikini olib chiqib ketadi. Uzoq muddatga ham xuddi shunaqa skidkalar davri boshlandi. Mana shu skidkalar davridan foydalanish вообще zo'r narsa bo'ladi. Demak, kerakli bilimlarni olsakgina bu bozordan albatta o'z rizqimizni bemalol topib ketamiz aziz do'stlar. Bunga faqatgina bilim, tajriba kerak. To'g'ri bilim, to'g'ri tajriba, to'g'ri yondashuv kerak bo'ladi aziz do'stlar. Texnik nuqtai nazariga agar biz keladigan bo'lsak, bu narsani tilloni do'stlar, agar tillo mana bu lowni 4309 turibdi mana bu yerda. Agar mana bu low bizga probitiya bo'ladigan bo'lsa, pastga qarab keling, men buni 4309 ga qo'yib qo'yaman. Hozirgi holatda o'zi почти 4309 ga qo'yib qo'yibdi. 4309 da agar biz 4309 72 ekan. Keling mana 4309 deylik mana. Probitiya qiladigan bo'lsak pastga va sham, bir oylik sham, mart oyining shami do'stlar. Bu oylik time frame yopiladigan bo'lsa pastda, demak, bizning ssenariyimiz qanaqangi bo'ladi? Mana bu yerdan do'stlar dальше pastga qarab ketib, mana bu yergacha ham kelishimiz mumkin. Bu birinchi ssenariy. Mana bunday chizib qo'yib bu ssenariyni mana. Avval yarimiga kelamiz. Mana bu quyidagi holatni yarimiga kelamiz. Qaytamizda mana bu nuqtaga kelamiz do'stlar. Bu birinchi ssenariy. Bu o'zi 3,5 ming dollar atrofida, bu oylik. Ikkinchi ssenariy narx probitiya qilib yopildi do'stlar. Probitiya qilib yopildi. Orqaga qaytib mana bu shamni, qizil shamni 50% ga kelamizda. Mana shu 50% dan keyin do'stlar mana o'sha birinchi quyidagi joyga yana qaytamiz, keyin mana bu joyga qaytib kelamiz. Bu mana ikkinchi ssenariy, bizda quyidagi narsa chiziladi. Bu bizni bir oylik time frame, juda katta time frame do'stlar. Shunga e'tibor berishlaring kerak bo'ladi bu narsaga. Bu bizni bir oylik time frame. Kunlik, haftalik time frame'da va praktический ssenariy aziz do'stlar o'shanaqangi. Hozir D1 bilan haftalik praktический bir xil. Shunga men hozir haftalik emas, balkim D1 ga o'taman aziz do'stlar. D1 time frame'imizda
bizni ssenariy bu yerda ikkita do'stlar. Bizda bu yerda mana bu yerda kuchli daraja bor. Mana bu yerda bu daraja mana bu eski mana bu yerdan boshlab harakat qilmoqda. Hozir narx mana bu joyga keldi. Mana bu darajani maksimum. Bu eng mana bu maksimumlardan keyin birinchi normal maksimum do'stlar. Mana bu ikkinchi normal maksimum. Bundan atskok berishi mumkin odatda. Mana bu bor, mana bu mayda juda bor, mana bu yerda minimum bor, to есть mana bu ikkita narsa bor. Hozir mana bu yerdan biz atskok yuqoriga qarab, tepaga qarab ko'rishimiz mumkin va albatta fundamental fon bunga ko'proq yordam berib boradi. Agar bu yerdan biz atskok ko'rmasak, dalshi narx pastga qarab ketib, quyidagi joyga kelishi mumkin do'stlar. Quyidagi joyga kelishi mumkin. Ssenariy bizda bundan oldingi ssenariy tilloda ideal ravishda ishlab berdi. Biz mana bu joyga kelishimiz mumkin. Bu o'sha men aytganimdek 4280 4300 dollar atrofida. Keyingi holatimizda mana bu birinchi keladigan nuqtasi, mana bu ikkinchi keladigan nuqtasi. Men minimum chizib qo'yardim. Keyingi holatimizda narx, e'tibor bering, bizda birinchi maksimum, ikkinchi maksimum narx yo bu yerdan yo pastroqqa tushib, farqi yo'q, mana bu diagonal darajaga keladi. Mana bu diagonal darajaga kelib turib, keyin pastga qarab ketadi do'stlar. Bu bizi ikkinchi ssenariyimiz. Tushundingmi? Narx keldi. Mana bu razворот zonada mana bu razворот zonadan yuqoriga qarab ketdi. Diagonal darajamizga keldi, aziz do'stlar. Va orqaga qarab mana deylik, prям daraja ham bor ekan. Yana pastga qarab tashlab yubordi. Bu bizning ikkinchi ssenariyimiz. Mana bu ssenariy sodir bo'lsa, единственный mana bu ssenariyning problemasi stop mapda bo'ladi. Chunki eng lokalniy maksimum hozirgi grafikda mana bu. Balkim bu yana yurib yana bitta maksimum qilib pastga tushib, keyin bu yoqqa chiqadi. Unda o'zi maksimum stop losslarimiz, take profit darajalarimiz o'zgaradi. Men hozirgi holatdan kelib chiqqan holda men sizga bu narsani aytmoqdaman. Endi kichikroq time frame'da H4 time frame'da mana buni hozir kunlikka tashab qo'yishimiz kerak bo'ladi, yo'q, kerak emasmi? Da, kerak ekan do'stlar. Hozir mana barchasini men kunlikka o'tkazib qo'yaman. Quyidagicha bu 1 bu ham 1. Ana. H4 time frame'ga o'tadigan bo'lsak, bu yerda единственный ssenariy, agar narx yuqoriga ketib, mana bu darajani probitsiya qilib bersa, to есть keldi, ozgina pastga yurdi, yuqoriga qarab buni probitsiya qildi, bundoq qilib keldi, tushdi, proboy qildi. Proboy qilib berdi, avvalambor mana bu yerga keladi narx birinchi, lokalniy maksimum, kichik time frame'ga o'tsangiz bu maksimum bo'ladi, bu quyidagicha. Agar buni muvaffaqiyatli proboy qilib beradigan bo'lsa, o'zi mana bu yergacha kelamiz do'stlar. To есть bu mana bizni H4dagi ssenariyimiz. Agar narx pastga qarab ketadigan bo'lsa, demak biz mana shu joydan pastga qarab kelsa, demak biz bu ssenariyni atmay qilamizda, o'sha H4da boshqa ssenariy oqtaramiz. Hozir mana shu narsani chiza olmayman, chunki hozir вообще noma'lum holat. Gap bilan ochiladi, nima qiladi, oldin bozorda ko'rish kerak. Bu hozir buy ssenariy, lokalniy maksimum bu yerda trend o'zgaradi do'stlar. Birinchi tek, ikkinchi tek mana bu yerda bo'ladi. Nimaga birinchi tek batta? Chunki batta maksimum batta sodir bo'lmoqda. Boshqa variant bu yerda mavjud emas. Men buni ham hozir nimaga tashab qo'yamiz? Tak, nimagadir topmayapti. Mana chiqdi ana. Buni ham biz bu H4. Ana H4 time frame'da biz bu yerga tashab qo'ydik. Endi H1 time frame'ga o'tamiz. H1da bizda сделкamiz bo'lgandi. Bundan avval juda bir zo'r ishlab berdi. Nimaga bu 4750 qolib ketibdi. Bu H1dagi qolib ketibdi do'stlar. Bu bizi take profitlarimizni barchasi ushlandi. Hozir men buni o'chirib tashlayman. Bo'lsa, H1 time frame'da praktически ssenariy bir xil. Lekin H1 time frame'da bizga обратный разворот kerak bu yerda. Hozirgi holatida narx pastga qarab ketaman deb turibdi aziz do'stlar. Lekin nima qiladi, qayerga boradi? Hozirchalik H1da bizga hech qanaqangi signal yo'q. H2 bilan bir xil bo'lib turibdi. Biz M15 ga o'tishimiz mumkin. Bu o'zi kun ichida savdo qiladigan time frame hisoblanadi.
Bu yerda ham bizda hozir hech qanday signal mavjud emas. Lokalniy maksimum mana bu, lekin narx hozir pastga qarab ketaman deb turibdi ko'proq holatda do'stlar. Shuning uchun bu agar pastga qarab ketadigan bo'lsa, keldi birorta nuqtaga. Bu nuqtani ham biz grafikdan topsak bo'ladi. Hozir bundoq qilib turib grafikdan topalamizmi? Da, загрузка ketmoqda. Тогда лучше H1 dan topamiz ekanmiz buni. Так, mana bu ложный пробой darajada turibdi. Ложный пробой bo'lsa, demak biz mana quyidagi joyga kelishimiz kerak bo'ladi. Bu M15 ga o'taylik. M15 da yaxshi ko'rinadi. Tak, M15 da necha ekan bu? 4400. 4400. Ana. Demak, M15 time frame'da buni probitsiyasi va lokalniy minimumlarida yangilanishi 4400 ga olib keladi. Biz 4400 dan keyin biz do'stlar bir narsa qilamiz. Bu yerda qanaqadir maksimumlar o'zgaradi. Narx perzahod qilib, balkim mana bu quyidagicha ssenariy bo'lib yana orqaga qarab kelamiz. Men buni bilmayman. Sababi menga bozor ochilishi kerak. Men bozorni ko'rishim kerak. Bozor kechasi ochiladi, ertalabgacha savdo bo'ladi. Tinch okeani sessiyasi o'tadi do'stlar. Osiyo sessiyasi ochiladi. Osiyo ochilgandan keyin biz o'tirib siz bilan bu narsalarni sekin tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Dushanbaga hali vaqt bor. Men hozir taxminiy ssenariyni chizib qo'ymoqdaman. Biz o'sha o'zimizga baribir qandaydir bo'lsa ham tayyorgarligimizni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu ham hozir по-видимому pastga qarab ketaman demoqda M5 da. Chunki biz M15 da biz tahlilimiz bor, shuning uchun M15 ni men kutaman. Demak, uzoq muddatga ushlab turadiganlar ushlab turaverasizlar, pastroqqa tushsa yana sotib olasizlar. Oylikda 4309 ni provitsiyasi narx pastga qarab ketishiga bizga yana bitta qo'shimcha driver bo'ladi. Narx yuqoriga chiqib, yana dalish pastga qarab harakat qilib berish kerak bo'ladi bizga. Haftalik time frame praktически то же самое kunlikka o'xshab ketadi. Shunga men сразу kunlikka o'tdim do'stlar. Kunlikda bizda ssenariylar bir nechta. Narx hozir shu joydan dalish pastga qarab ketib, o'sha $4300 atrofiga kelib berishi mumkin yoki ozgina pastga yurib yuqoriga qarab ketishi mumkin, korreksiya berib va biz mana bu diagonal darajada kutib olamiz uni sellga do'stlar, buyga emas. Bu yerda bizda formatsiya bo'ladi, qanaqangidir signal bo'ladi. Yo buyga qarab ketaman dalish deydi, yo sell deydi. Katta ehtimol bilan sell bo'ladi, no bizda hozir maksimum mana bu. Bu yana bitta maksimum kerak. Iloji bo'lsa pastroq bo'lsa zo'r bo'ladi, stopimiz sal pastroqda bo'ladi. Lekin dalish narx yana pastga qarab ketishiga bitta ochamiz. H4 time frame men o'zi tushuntirdim. Men buni bozorda ko'rishim kerak bo'ladi bo'lsa, yo menga kelib narx yuqoriga qarab ketib qolishi mumkin. Biz mana bu narsani M15 ga chizganmiz, yo sразу narx ozgina pastga qarab yurib yuqoriga qarab ketib qolishi mumkin bo'ladi. H4 da buning uchun mana bu daraja probitsiya bo'lishi kerak. Пока u daraja proboy bo'lmaydi, biz hech narsa qila olmaymiz. H1 da bizda hech narsa yo'q. M15 da bizda o'sha mana bu quyidagi ssenariyimiz mavjud aziz do'stlar. Bu ssenariyimizni biz mana M15 time frame'iga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozirchalik holatimiz bizda quyidagicha. Boshqa instrumentlarda men hozir ko'rganim yo'q. S&P bo'yicha aziz do'stlar, men sizlarga agar kimga долгосрочный торговля qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir вообще zo'r moment sotib olgani, mendan ham zo'r nimada kirasizlar, pozitsiyada kirasizlar. Chunki men yuqorilarda olganman bu narsani do'stlar. S&P ni sotib olganman uzoq muddatga. Uzoq muddat yana bir bor, uni keyin qachon yopamiz, nima qilamiz emas, aynan uzoq muddat u ushlab o'tiraveramiz. Bu narsa bo'yicha men aytib beraman sizlarga. Yevro dollar bizda atkat ko'rsatmoqda. Единственное, hozir biz yevro dollar bo'yicha 1.1664 da probitsiya qilishimiz kerak. Yuqoriga shu bilan yevro dollar yuqoriga dollar indeksi 98.49 da probitsiyasi pastga harakatni bizga davom ettirib beradi. Bu holatda tilla yuqoriga qarab ketishi mumkin. Neft flatda, neftda poka shinsi yo'q. Shuning uchun Bitcoin yana obratno nimaga kirib oldi? Flat zonaga kirdi, efir ham flat zonaga kirdi. Take profit 1 da oldi, kstati, efir. Kim ochgan bo'lsa tabriklayman. Bu yerda dollar do'stlar, dollar pastga qarab ketmoqchi. Demak, avvalambor 98-99, ya'ni 99 daraja probitsiya bo'lishi kerak. И дальше уже bizdagi 98-70 ekan. 98-70 probitsiya pastga bo'lishi kerak. Tilla dollarni pastga qarab ketishi uchun, yevro dollar yuqoriga, tilla shunda qo'shimcha driver bo'ladi, yana qo'shimcha pastga qarab ketgani. Yana bir bor do'stlar eslatib o'taman, fundamental fon hozir
birinchi o'rinda turibdi. Shuning uchun fundamental fonga ko'proq e'tibor berishlaring kerak bo'ladi. Albatta, dushanbadan bozorlar nazorat qilib do'stlar, yangiliklar davrida va hafta ichida prямой efirlar qilib, men sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar, tahlillar va bilimlar berib boraman. Yana bir bor hammalaringni bayram bilan tabriklayman va keyingi haftada ko'rishguncha